Assalomu alaykum serquyosh O'zbekistonimizning qalbi quyosh insonlari. Assalomu alaykum YouTube kanali tinglovchilari. Assalomu alaykum she'riyat muxlislari. Sizlarga tinchlik, xotirjamlik, oilaviy, tinch, baxtli bo'lishlaringizni tilagan holda eshittirishimizni boshlaymiz. Hikmatli so'zlar va maqollar. Bilagi zo'r birni yiqadi, bilimi zo'r mingni yiqadi. Ilmni izla farzandim, ilm rizqi ro'zing bo'lgay. Zulmatni yoritib turgan seni nurli ko'zing bo'lgay. Do'stlik madhiyasi. To'ldirib xonamni har gal, do'stlarim bo'lganda jam, shod o'tar har bir daqiqam, qolmagay qalbimda g'am. Ko'rmagayman do'stlarim, sizga yomonlikni ravo, sizga qilmayman xiyonat, jondan ayrilganda ham. Dunyoda siz deb yuribman, bo'lmayin sizdan judo. Tushmasin qalbimga tashvish, bosmasin ko'zlarni nam. Men agar do'stlarga loyiq bo'lmasam rahm etmangiz. Mustahid aylang jazoga, o'tmasin behuda dam. Do'stlaring boriga do'stim, yet do'stlar qadriga. Chunki do'stlik qadrdon, mehribon dunyoda kam. Oz erir do'stlikni ta'rif etgani har qancha so'z. Chin do'stlik ta'rifin mat etmasa sinsin qalam.